Qaynonali kelin, qarqara kelin, qaynonasiz kelin, masxara kelin degan maqolni mag'zini mana endi chaqayapman ovsinjonlar. Nimaga bunaqa deyotganimni video davomida o'zingizlar bilib olasizlar. Super rejimda yoqib changlatda bilan dugoni tutdim, ishlarimni ham boshlab oldim. Zinalarim anchagina chang bosib ketgan ekan, bareklar bilan qo'shib yaxshilab yuvib oldim. Orada podvolim eshigi ham qolib ketmadi. Ularni ham yuvib oldim, mana bu betonlarni ham yuvib oldim. Xullas suvlarni urib orada darvozaxonam ham quruq qolmasin deb darvozaxonani ham yaxshilab yuvib oldim. Orada gullarim ham chang bo'lib ketib, changlarni yaxshilab suvurib tushirib yengillatib qo'ydim. Bu orada огороddagi gullarim ham ancha chanqab qolgan ekan. Ularni ham suvini quyib sug'orib qo'ydim. Orada qizim menga yordamlashmoqchi edi. Supurgi ko'tarib ketayotganda qizim yordamlashib turar desam, bu tirranchi rosa suv o'ynabdi. Bugun suv bundoq oqib qoldi. Nimaga bundoq oqyapti desam, rosa suv o'ynagan ekan. Mana bu videoni ko'rayotib, nimaga bundoq oqqanini tushundim. Xullas o'zingizlar tushunib olasizlar. Gapim ag'dan-bag'dan bo'lib ketdi, o'rniga qo'yib olasizlar. Keyin shunaqa qilib gullar eshiklar xullas gullarga ham suv quyib bo'ldim, betonlarni ham yuvib bo'ldim. Keyin chang bo'lib ketmas, ana suv bo'lib qoladi-yu, o'z bo'lib qoladi, suvlar qolgan. O'shalarni palotada artib oldim. Eng qaymoq joyi shu yerda ovsinjonlar, ishinglarni qilib bo'lib, mazza qilib tomosha qilib rohatlanib o'tirasizlar. Orada ovqatga ham kech qolib ketdim. Ovqatni ham massavani shashib-pishib solib qo'ydim. Sabzi piyozlar bir-biringlar bilan tanishib turinglar. Men yana ishim bor, xayr deb ketdim ularga. Kun qorong'i bo'lishiga qaramasdan, daroshkalarimni ham yuvib oldim. Yana ojonim erta ishga ketsa, ishlarim o'shanday qolib ketadi. Bola qaragan odam yo'q. Ojonim yo'qligida bola o'zimga qolib, ishlar o'zimga qolib tushundim. Qaynonali kelin, qarqara kelin, qaynonasi masxara kelin deganini.